Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Kuni kecha Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishi biz ta'lim sohasi vakillari uchun tarixiy voqea bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Unda pedagoglarning mehnatini qadrlash, ularni qo'llab-quvvatlash va munosib sharoitlar yaratish borasida qator muhim yangiliklar e'lon qilindi. Avvalo, kamida 15 yil pedagogik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali o'qituvchilar uchun ipoteka kreditini boshlang'ich badalning 25% davlat tomonidan qoplab berilishi ustozlarning uy-joy masalasini hal etishda katta yordam bo'ladi. Shuningdek, pedagoglarning farzandlariga ham katta e'tibor qaratilib, kelgusi o'quv yilidan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan ustoz farzandlari uchun kontrakt summasiga 30% chegirma berilishi bizni yanada quvontirdi. Bu qaror o'qituvchining nafaqat mehnatini, balki uning oilasini ham qo'llab-quvvatlashga qaratilishi bilan ahamiyatlidir. Prezidentimizning pedagoglarga qaratayotgan bunday yuksak e'tibori bizni yanada mas'uliyatli, fidoyi va tashabbuskor bo'lishga undaydi. Biz o'z oldimizga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan ado etib, kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni bilimli, ma'naviyatli va vatanparvar insonlar etib tarbiyalashda bor kuch salohiyatimizni safarbar etamiz. Yana bir bor Prezidentimizga ta'lim sohasiga ko'rsatayotgan doimiy e'tibor va cheksiz g'amxo'rliklari uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz.